Mayli, tasirida oching sizlarga. Yechib olish mumkin bo'lgan sena 7 million, ya'ni yechib olish mumkin keyinroq 36 million. Qayta ishlamayapti. Hammani savdosi bo'lmadi. Bozorda ham, marketplace'da ham savdo tushish holati kuzatildi. O'shanga tayyorlangan edik. Umumiy qancha pul tutgansiz? Savdoga chiqish uchun endi baribir sekin 12 ming dollardan oshiq. Yo'qotishdan qo'rqmaymiz-da. O'zi 6 oy vaqt beramiz biz ko'pchilikka. 3 ta magazin o'sha milliardga olib chiqqandan keyin Azonga 7 million. Kuniga 7 million ishlayapsizmi? Biznesimning bir kunlik pulini haftada bir kunligini o'zimga tikib boraman. Assalomu alaykum. Bu Anvar aka, bizning o'quvchimiz. 80 milliondan bir o'tib oshganligi uchun bir intervyuga chaqirdik. Assalomu alaykum, Anvar aka. O'qishingizga xush kelibsiz. Rahmat. Ko'rganimdan xursandman. Biz ham xursandmiz. Bundan 2 oy oldin ko'rishgan edik. Birinchi отгрузка yedim, video olgandim. Videoni qo'yib qo'yaman yoniga. 2 dona idish olib bordik undan. Nima olib ketyapsizlar? Idish. Hop, idish olib ketayotgan ekanlar, Anvar akamiz. Bu birinchi отгрузкаlar, birinchisi. Umumiy hozir marketplace'ga kirganingizga 3 oy bo'ldi, tushunarmi? 3,5 oy. Yo'q. 2 oy bo'ladi. Yanvarda. Savdoga kirganingizga 2 oy bo'ldi. 2 oy ichida 85 million оборот. Men o'zi 2012 oziq-ovqat, Optima oziq-ovqat magazinim bo'lgan. O'sha bilan shug'ullanib borardim. Qurilish sohasida ishim ko'pligidan keyin qurilishga o'tdim. Shu qurilishda yurib shunga qiziqdim. Keyin shu marketplace baribir savdo sotuvga odam birinchi biznesim savdo sotuv bo'lgandan keyin yuring bir chetida qoladi-da. Bir chetida qoladi-da, nonini yeganmiz. Qarasam yaxshi bo'lyapti, savdolar o'syapti. Instagramda kuzatib, umuman o'zim ham xarid qildim, bunga kirishdan oldin. Sifatini ko'rdingiz, tekshirdim. Nima narsa, hammasini ko'rgandan Qarasam, keyin sekin qiziqish bo'lganda sizda. Qiziqish bo'ldi. Tadbirkorlik. 85 million оборот. Nimalar sotasiz aka? Birinchi magazinim Chinni. Chinni idishlar. Chinni idishlar, naborlar. O'zingiz tushunasizmi mutaxassislik bo'lganingizcha? O'zi Chinniga qiziqaman. Uyga ham yaxshi qimmatini olaman. Didi bo'yicha, Chinni didi bo'yicha qiziqaman. Ajrataman-da. Ikkinchi do'konim kosmetika bo'ldi. Kosmetika kim bilan tayyorlaysiz? Fotima bilanmi? Siz o'zingiz tushunmaysiz? Yo'q. Xo'p, qarang. Yana bir savol keldi-da. Chinni bo'yicha boy ko'rdim, обороtingiz yaxshi, kosmetikadan pastroq. Nima uchun? Qarang, o'zi kosmetikada tan narxi 3 dollardan 6 dollargacha bo'lgan mahsulotimiz o'sha mahsulotda 90% tashkil qiladi. 3 dollarlik masalan 50 ml narsadan 160 ming qilib sotamiz. O'rtacha 50 ml narsadan 70 ming 80 mingga ishlaymiz. Ya'ni tan narxi past, lekin savdo yaxshi. Birga bir tashib bersa, summas kichkina bo'lsa ham stabiliy foyda qilsa bo'ladi. Kosmetikani o'zidan qancha foyda qildingiz? Kosmetikani 6-7 million foyda tashib berdi. 6-7 million bir oyda. Bir oyda 6 million kosmetika. Asosiy savdoimiz fevral oyida boshlandi, chunki yanvarda bilasiz, hammani savdosi bo'lmadi. Bozorda ham, marketplace'da ham savdo tushish holati kuzatildi. O'shanga tayyorlangan edik. Fevralda asosiy fokus fevralga qilib, fevralda tovar olib kirishni boshladik. Shunda boshlandi. Uchinchi yo'nalishimiz bor, poyabzal. O'sha poyabzal biroz oqsonlanyapti. Sotuv bor, vazrat ko'p. Shunga poyabzalni chop boramiz. O'rniga boshqa tanlagan mahsulotingizga o'sha anaqa borda, to'g'rimi? Nima deydi? O'sha tanlagan mahsulotingizga ehtiyoj kamroqmi? Yo'q, kamroqmi? Ehtiyoj bor. Dizayn uncha anaqa emas. Dizayn ham emas, sotuv yaxshi. O'rtacha, zo'r emas-ku, lekin vazrat ko'p. Juda ham vazrat ko'p. Shuning uchun bir kategoriyada deydi. Anvar akaga bir kategoriyada. Menga yoqmadi. Anvar aka qimmatda. Anvar akaga kamida 200 ming tashlab berish kerak. Masalan, 50-60 mingga ishlagingiz kelmaydi. O'zi Chinni ham hali qo'l chigal yozma, qo'l yozma nima deydi? Shunaqa narsaga yo'q. Fotima Chinni ham bo'lmaydi. Men o'zim Xitoydan tovar olib kelaman, o'sha bo'yicha ishlaymiz deganligi uchun bozor bo'yicha ishlab turgandik hozir. Kosmetikaga qancha pul tiklaysiz? 1,5 ming dollar. Kosmetikaga. Endi 6 million savdo bo'ldi. 6-7 million. Lekin sekin-sekin ko'tarilyapti. Shunaqa bo'ldi o'zi, men shunaqa shunga yaqinroq keldi. Anvar aka FBS bo'yicha emas, FBO bo'yicha ishlayapti-da. Birdaniga tovarlarimiz 10 ta topshirdik.
sotuvi endi sekin ko'tarilyapti. Shu ketishda qanchadan pulni oqlaydi? Agar sotilsa bir oyga bormaydi. Birovga bormaydi. Bir kunda ham ketib qolishi mumkin. O'zi bilasiz-ku, o'zi bahor, yoz, parfumeriya sezoni, qishda dekabr, noyabrda umuman bo'lmaydi, bahorda ko'tarilish boshlaydi. Hop, umumiy qancha pul tutgansiz? Savdoga chiqish uchun endi baribir sekin tutgansiz. $12,000 oshiq. 12 mingdan oshiq tutdingiz. Bo'lib-da, u chas qilib tikilgan. Birdaniga emasda. 6 million, 5 million, 7 million, 8 million qilib общий summa shu summaga boradi $12,000. O'sha tikilgan, ajratilgan puldan 80 millionni aylandi, 85 millionni aylandi hozir. Yana aylanish uchun tovarlar sotilsa aylanadi. U tovar bor. Yarmidan ko'p turibdi hali. 50%, 60% turibdi hali. Bor, ham tovar bor, magazinda bor. Demak, tovarlar bo'yicha top qanaqa? O'tgan boya ko'rsatganingiz aytdingiz, mahsulotlarni. Anvar aka, raqobatdoshlarimizni yopiq kanalida top idish bo'yicha topda turibdi. Ya'ni yopiq kanalda idish bo'yicha kirganda o'zi aytib bering nima bo'ladi. Boshqa akademiyada o'qishlarga ularga ham a'zo bo'lib qolgan edim. Bo'tga kelmasdan oldin, gruppasiga pul to'lab a'zo bo'lgan edim, yopiq kanali. O'shanda ko'rib qoldim. Uzumda yaxshi savdo bo'layotgan magazinlarni o'zini ichidagi gruppasiga a'zo bo'lgan sotuvchilarga, sellerlarga qiziqtiryapti. Mana bu magazin topda yaxshi sotyapti, savdo yaxshi qilyapti. Mana shu toifa yaxshi sotyapti. Mana bu idish bo'yicha, hamma har xil kategoriya bo'yicha, chinni bo'yicha topda turgan ekanman. Shu yerda do'konimni ko'rib qoldim. Magazin sellerlar bor. Juda ko'p. Ko'p sellerlar ko'p. Endi sellerlar ko'p. Birinchidan mana endi ular ham chinni sotgan. Maniga qaraganda kamroq sotganda. Top idishlar nabor bo'yicha top 7 talik, 8 talik yuradimi? Hozir Anvar aka 70 dan 80 ta sotgansiz, to'g'ri? Yo'q, ko'p bo'lishi kerak. Juda ko'p. Ko'p. Qarang, yo'q. Yo'q, u FBS orqali. 63 ta. Yo'q, qarang, Hammasi millionli tovarlar. da. Qarang, idishni o'zi, qarang, idish kategoriyamiz bo'yicha 65 ta jami bo'lib 65 ta idish sotdik. Kosmetikadan 70 taga bor, kosmetikani. Poyabzal boshqa. Sotilib vazirlar bo'ldi. Poyabzal kamroq. Hop, chinnilarni qayerdan olyapsiz? Hozir Abusahiydan chinni bozordan oldim. Shu birinchi qo'ldan. Men oldin Xitoydan primop Xitoydan oldin bilan ishlardim. Shu bilardik, Anvar akaga borib ko'rsatma qildik. Yoqdi, fojima bo'ldi. Shular yoqdi. Shular bilan ishlaymiz qoldi. Qanchalik farq qiladi shunaqalar? Haligi second hand bor, birinchi qo'l bor, ikkinchi qo'l. U birinchi qo'l. U birinchi qo'l. Birinchi qo'lda qolgan. Yo'q, farq qanchalik narx anaqa qiladi? Siz solishib ko'rdingizmi? Kim bilan? Ikkinchi qo'l bilanmi? Ikkinchi qo'l bilan. $15 farq qiladi. $15-10 farq Bitta qiladi. mahsulotga? Ya, bitta mahsulot bilan. $15. Eng kamida Nima maslahat $5. berasiz shunaqa tadbirkorlarga yoki Endi o'sha ishlamoqchi bo'lganlarga? Qanaqa analiz qilish? Hammasiga Xitoydan olib kelish maslahat beraman-da. Finans bo'lsa, birinchi qo'l bilan ishlashingiz, o'zi ishlayapsiz-ku. to'g'ri ishlasa bo'ladi. Hozir bunga ko'ngli chiqmayapti Anvar aka. Yo'q, Xitoy bilan ishlaymiz. Hozir savdomiz chinni uchinchi sort bo'lganligi uchun narxlari qoniqtiradi, yaxshi narxi. Qolayotgan marjasi, foydasi ham yaxshi, yomon emas. Zo'r. Olib kelayotgan chinnisi saqal to'g'ri kelmadi-da. Anvar akaga sifatli bo'lsa hamma mahsulot, qimmat bo'lsa ham sifat bo'lsin. Faqat sifat bilan ishlaysiz. Bitta olgan odam, Maza qilsin. olgan odam yaxshi ishlatsin, ko'rgan odam zo'rni olibsan desin-da. O'sha magazin esida qolsin, uzumdan qaysi magazindan olgan. Demak, biz bilan bir suhbatlashganimizda aytdingiz, Xitoyga ketmoqchi bo'lishingiz sababi zavodlarga borish, chinni Zavodga borish. Qancha bu narsaga jiddiy kirishmoqchimisiz? Va odamlarda 1 yil, 2 yil rejalar bo'ladi-da o'zida. Yo'q, mana shu o'qish davomida o'zi plan bor edi Xitoyga. Faqat nima olib kelsam, nima bilan shu uzumga kirsam, hammasini Xitoydan olib kelishdi. Bozor bilan umuman ishlash niyatim yo'q edi o'z boshida ham. O'zimizda shunaqa mahsulotlar ishlab chiqarish olmaydimi? Yo'q. Nimaga? Ko'rmaganman. Sifatsizda. Sifatsizmi? Agar shunaqa narsa o'zimizga kirib kelsa-chi? Shunaqa texnologiya Unda ishingizda bo'ladi. Uni baribir analiz qilib ko'rish kerak Xitoy bilan O'zbekistonnikini. Narx bo'yicha o'tib ketadimi?
Xitoy urib qo'yadi. Baribir. Biz nima bilan yutib ketamiz? Bir tadbirkor sifatida nima anaqa deysiz? Aytavering, tekstil bilan. Faqat tekstila? Tekstil bilan. Endi Xitoyda o'tmasak ham Xitoy bilan raqobatlasha olamiz narx bo'yicha. Bizda paxta tovar arzon masalan 100% paxta tovar bizda arzon, lekin chet elda paxta tovar bilasiz 100% paxta mahsulot qimmat. Shunaqa tekstil mahsulotlarimiz bilan chiqsak bo'ladi deb o'ylayman. Xitoyga tekstil bilan yutmoqchimisiz? Yo'q, Xitoyda emas, endi Wildberriesga kirsam, shu Rossiya, MDH davlatlarida tekstil bilan bosa olaman deb o'yladim. O'zi shunaqami? Tekstil bilan. Tekstil Rossiya. Xitoy anaqa qiladi. Ha. Lekin ularda dizayn zo'r. Dizayn zo'r, to'g'ri. Bizda bilmadim. O'rta sifatmi anaqa? Bizda Bizda pastroq. 100% anaqa yaxshi sifat, material sifati yaxshi, lekin dizayn jihatdan, anaqasi jihatdan biroz qolganligimiz bor. Namanganliklar bilan ishlatdik. Ha, hali ham ishlayman. Kostyum ular bilan o'zi idish bo'yicha shug'ullanardim. Men o'zi top 7 talik yurardim, mendan Anvarga o'zib ketdi. Siz konkret qo'ygansiz hozir? Konkret Anvarga. Keyin poyabzal bo'yicha, bahoriy poyabzal bo'yicha kirmoqchiman, lekin hali kirmadim. Anaqa model. Xitoymi? Mana zo'r anaqalarni ko'rdim, bechatlari borda. Mana zelkamni qo'shib o'tirdim. Bechat ko'rib tursam, o'sha yozgi narsalarni o'zi qo'shib boshlabdi. Shortik, futbolka, oyoq kiyimlar, qimmat oyoq kiyimlar, именно sizni kategoriyangizda ko'rdim. $70 olayapsiz. Louis Vuittonlarni tashlagan ekan. O'shani aytmoqchi edim. Bahorda rejam bor. Namanganda ishlab chiqarish ko'p tekstil. Gaplashdim. Namanganda aytsangiz, shunaqa model o'zimni brendimni yopishtirib berib desangiz, shu 5000 10 ming ortiqcha to'lar ekan, o'z brendimni yopishtirib berar ekan. O'zimni brendimni qilib kirmoqchiman. Wildberriesga tekstilga aytaman, o'zim brendim shuni chiqarib berasan deyman. O'zim brend qilib Wildberriesga o'zim kirmoqchiman, futbolka bo'yicha. Qanaqa statali futbolkalar moda bo'lgan bilasiz agar. Rusumkali. Ha, boshlamoqchisiz. shu bahorda tikaman. Mana o'tgan safar 50 kilo ishlayman. Bitu, ha, shunaqa qilmoqchiman. Baribir Namangalik o'zi o'sha yerga qancha obrat qilasiz hozir? Qancha obrat chiqdingiz? Kuratorimiz bu qiz. Darsdan tashqari o'zidan savdolar bilan ham shug'ullanadilar. Boshqani savdosini yurib. Qisqasi ish ko'p-a? Yo, men yurtmayman. Menga hamkorlik bo'lishadi. Ha, hamkorlik bo'lishadi, shunaqa. Ishlar ko'p. Anvar akani ham o'zlari shu urovingga, shu natijaga olib chiqishdi. Anvar aka ham o'zlari tushunchalari ancha rivojlangan. Marketing bo'yicha, bozor tushunchasi bo'yicha Anvar akaga menga o'rgatadi Anvar aka. Tadbirkor. Oftibor. Chindan tashqari parfumeriya va oyoq kiyimlar sotdingiz. Parfumeriya qanchalik anaqa qilib turibsiz? Cheklaysizmi yoki savdosini shu davom ettirasizmi? Yo'q. Parfumeriya yo'qda Anvar akaga. Parfumeriya yo'qda. Uni hali to'xtamasdi. Lustraga kiramiz, endi raqobatchilarimiz bor, agar xafa bo'lmasa. Bitta o'quvchimiz lyustraga kirgan. Bilasiz, lyustra bahorda. Yo'q, Dilshod aka. Haligi yosh yo'q. Dilshod akaga kirgandik. Dilshod aka anaqa qilgandik. Hozir haftada bir 3 ta 4 ta savdo bo'lib turibdi. Ha, yo'q-a? 6 ta eskudan o'tgan hafta 6 ta sotdi. 6 ta 5 ta eskudan 6 sotdi. Yana ko'paytiraylik. Baribir 6 ta eskuga 5-6 ta savdo yaxshi. Bu odam yaqinda video olganimda o'qiyapman. Ana shu odamni qo'ymadim videosini hali. Telefonda turib 8 minut videosi bor. Yo'q, ko'rdim uni, izimda. Xullas topshirib FBS orqali ishladim. haftaga 4 ta 5 ta illyustratsiya sotyapti. Hali Qanchaga chiqdi? 20 millionga borib qoldi, 20-15 millionga borib qoldi. Odamda. Bizda shunaqa ko'p o'quvchilarimiz rezultatlarni uncha ko'rsatishmaydi, nimagaki nima sotishini bilib qoladi, boshqa degan narsalarni o'sha taraflarni qo'rqishadi-da, lekin biz aslida unaqa tovarlarni, mahsulotlarni ko'rsatmaymiz. Endi kategoriyasini aytishimiz mumkin, nima sotyapti, nima qilyapti, lekin baribir mahsulot bilmasdan turib kirib bo'lmaydi-ku baribir. Magazinni siri bo'ladi. Magazinni siri. Mayli, tasirida oching sizlarga. O'zi lyustra bo'yicha Anvar aka bilan kirmoqchi edik. Endi men unaqaga bozor bilan ishlamayman Fatima, Xitoyga borib kelaman. Keyin bu o'quvchiga taklif qildik, o'quvchi bilan maslahatlashib kirdik. Lyustra bo'yicha butun kategoriya bo'yicha 12 dona konkurent. O'ylabsizmi? Elektronikada 3000 ta, 4000 ta konkurent, lyustra toifasi bo'yicha 12 dona. Idish bo'yicha 200 qancha ham bo'ldi.
lyustra bo'yicha 12 dona konkurent. 12 donadan 4 donasi savdo qiladi. Yanada rejalar qanaqa? Xitoy bilan ishlayapsiz deylik. Xitoy bilan ishlash boshlagandan keyin o'sha chinni hamma do'konni to'pga olib chiqqandan keyin azonda. Azonga o'tmoqchimisiz? O'zbekiston uzunni yorgandan keyin Mirovoy reytingga chiqish. O'sha 3 ta magazinni milliardmi? 3 ta magazinni o'sha milliardga olib chiqqandan keyin azonga. Qachon bo'ladi bu? Sizningcha? Mani mo'ljalim shu yil 2025-yil milliardga olib chiqish maqsadim. 3 milliard. 1 milliard. Umumiy 3 ta magazinni 1 milliardga olib chiqish. Chunki- kelgan summangiz qancha? Juda katta summa Katta bilan summa bo'ladi. Bu ham aytdingiz, o'tgan safar 40 ming dollar tikkanman dedi, qo'rqib ketdim. Lekin mana biznes o'ziga, uzun ham 12 ming dollar, 12,5 ming tikishi o'zi, sizdagi harakat, o'ziga ishonch, undan tashqari 2 oy, 1 oy ichida. Yo'qotishdan qo'rqmaymiz-da. O'zi 6 oy vaqt beramiz biz ko'pchilikka. Da. Masalan, 6 oy beramiz, o'sha 6 oy ichida o'zini oqlaydi odatda. Lekin sizniki juda ham Anvar aka, rivojlanib ketgan. bitta narsa o'tib ketay. Anvar aka sabrli insonda. Masalan, ko'pchilik bilan gaplashsangiz, taklif bildiradi. Masalan, oddiy bitta tovarni 100 mingga olgan bo'lsa, boshiga 15 ming qo'ying yoki boshiga 15% marjaga yoki 10% marjaga ishlab turing. Ikkita, uchta sotuv bo'lgandan keyin, aksiya yig'ilganingizdan keyin etap ko'tarsak bo'ladi deb taklif bersangiz yo'q deydi. Anvar aka shunaqa konkurentimiz ko'p, masalan, kosmetika yoki bu bo'yicha. Boshiga 15 ming, 20 ming yoki past foiz marjaga ishlaylik, keyin etap ko'tara olmasak, yana tushir deydi. Aktiv bo'lsin, mayli, shunaqa narsaga rozi bo'ladi. Ya'ni boshida kam summaga ishlab, keyin ko'tarishga Anvar aka nima deydi? Bozordan olib ham sotdik, o'zini puliga berdik. Boshida o'zini puliga ham ishladik. O'zini puliga. Bez foyda. Bezdan tushib qolgan. Unaqa narsa ishlash mumkin emasmi biz? Yo'q. Qanaqa man qilgansiz? U Fibesdan tushib qolgan. To'g'rimi? O'zini foydasiga sotgansiz, foyda qilmasdan sotgansiz. Bo'lgan 5 ming, 10 ming kamda, ziyoniga sotilmagan. Xullas, qarang, tovar qo'yganmiz, sotilmay qolgan. Qarasang, konkurent ko'p. Boshida, endi baribir yangi qo'ygan tovar sotish qiyin bo'ladi agar qolgan konkurent ko'p bo'lsa. Boshiga 5%, 10% marjaga ishladik. 3 ta, 4 ta sotuv bo'lganimizdan keyin sirasi etap ishni ko'tardik. Hozir 60 mingdan o'sha tovar bo'yicha foyda qilamiz, sotuvimiz zo'r. Qachon tovar topshirdingiz? Oxirgi vaqtda? 3 kun oldin. 4 kun oldin topshirdik. 4 kun oldin. Chinni. 35 ta chinni bor. Boshqa kategoriyada ishlamoqchi emassiz, faqat chinni hozircha. Hozircha Qancha topshirdingiz? 35 ta ishlab topshirdik. 35 ta korobkadami? 18 ta korobka topshirdik. Hozir yana bor. Yana 5 ta bor, ertasiga yana 8 ta bor. Time sloti birdaniga olib bo'lmadi. Bo'lib Katta oldik. kichik ob'yom bo'lganligi uchun bir xil paytda olib bo'lmadi, o'shanga bo'lib tashladik. 2 ga bo'lib oldik-da. 4ga ham 3ga bo'ldik. Ha, 3 ga ham 4 ga bo'ldik. Birdamas bo'ldi-da. Plus Damasga sig'may qoldi-da. Dyson ham ko'rdimmi? Dysondan sotdik. 5 millionmi? 5 million 5 million 900 6 millionga yaqin. 6 million oladimi odamlar? Nima hisobiga? Qimmat-ku. Yo, qarang, tovarda ham qimmat tovarda ham olib kirish payti bor-da. O'tgan 8-marta ayollar bayrami bo'ldi. Shunaqa paytda 3-4 ta qo'yib tashlasangiz, o'sha paytda totadi. Lekin hozir endi totmasligi mumkin. Bayram payti shunaqa qimmat tovarlar, ketadigan tovarlarni qimmat bo'lsa ham qo'ysangiz, oladigan odam topiladi. Buni ham payti bor, shunaqa qimmat tovar bilan ishlaydigan payti bor. 2 ta, 3 ta sotdik, 600 mingdan foyda qoldi bittasidan. Keyin yana ko'tarib qo'ygan narxini. O'shanda ham zakaz tushdi. Zo'r. Yaxshi. Tadbirkor sifatida uzunga yangi kirgan shaxs sifatida 2 oy baribir tajriba orttirdingiz, boshqa bo'ldi. Nima maslahat berasiz mana shu sizni ko'rib turgan, qiziqib turganlarga, uzunga qiziqib turganlarga? Tezroq biznesini boshlasin deyman. Vaqt keladi, hali vaqtli dedi. Imini shu kuni vaqti bo'ladi-da, hozir. O'sha ertangi kun o'sha o'tdi ketdi, bir kuni ketdi degan. Bugungi kun ertaga kelmaydi-da. Shu kuni kiraman dedimmi, kirish kerak biznesga, bo'ldi, tamom. Anvar aka yoshi nisbatan olish juda yaxshi. Yoshi nechalar? 42 da. Yoshlar-ku. Ha, endi baribir 30 yoshdan keyin olish pasaydi. Endi ular просто band bo'lib qoladi odam. To'g'ri. Ular fokuslar faqat ishda bo'lgan. Lekin olish juda zo'r Anvar aka. Biznes bizda bitta uzun emas, menda biznesim bitta bo'lmasligi uchun
kalla ikkiga bo'linib qoladi-da. Yarim fokus bunga, yarim fokus u yoqqa. Yo'q, boshqa biznesingiz ham bor, bundan tashqari ham. Nima biznes? Bizda biznes restoran sohasi, kafe. Restoran sohasi. Bu yoqda ham ish qilib turasiz, bu yoqda ham ish qilib turasiz. Ha. Menda padyon har doim soat 3 ta. Masalan, biznesidan u biznesda orttirgan pullarini uzumga tikadi. Ya'ni puli qolib qolmaydi-da, foydamiz aylantirib turadi. Biznesimning bir kunlik pulini haftada bir kunligini o'zimga tikib boraman. Biz hozir Anvar akani real magazinlarni ko'rib chiqamiz, ko'rsatamiz. Bu yoqda asosan faqat chinnilar 12 mingta ko'rishda bo'lgan. A kategoriya degani eng yaxshi toifa hisoblanadi. Eng yaxshi sotilayotgan mahsulotlarni A kategoriyada ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Reyting. Reyting balandligi ham bo'ladi. A kategoriya, B kategoriya, C B shunaqa 3 ta kategoriya bo'ladi mana. Bu yoqda ham 11 mingta ko'rishlarning ichidan 16 ta sotilgan. Narxi 749 ming. Buniki bu mana qimmat ekan aka, bundan 2 barobar qimmat ekan. Tushunarli. O'zi chinnilar qimmat. Bu yerda FBOda 11 ta bor ekan, bundan 5 ta qolibdi. Bunda 15 ta tovaringiz bor ekan. Nechta SKU bor sizda? 5 ta 6 tami shunaqa SKU bor. Ko'p-ku. Ko'pini olib tashlagamiz. Mana ham bitadi. Bir xillari ikkitadan bo'lib qolganda. Mana ham o'yinda sotib qo'yibsiz. Narxi 1,5 million ekan do'stlar. Mana bu ham reyting 5 ta turibdi-da. Reyting 5 ta, toifasi A. Boshqa magazinlarni ham ko'rsatamiz. Yechib olish mumkin bo'lgan sena 7 million, ya'ni yechib olish mumkin keyinroq 36 million. Qayta ishlanyapti. Qayta ishlanyapti bu. Martda endi 11 million yechib olgan ekansan oldin. Hali yechilmadi, tashaldi mana. Mana 6-mart 3-oy bo'lsa, mana 3-oy mana 11 million pul tashalgan. Yaqinda 3-oy, 5-chi, 6-chi, 7-chi. 3 million, 6 million, 2 million. Kuniga qancha savdo bo'lyapti? Kuniga qancha pul ishlayapsiz? 7 million. Kuniga 7 million ishlayapsizmi? Ha, 7 million, 6 million aylanma bo'lyapti. Sotilyapti, tovar sotilyapti. Chinni sotilyapti. Hop, umumiy oborot 85 millionda. Umumiy oborot 85 million. Bu kosmetika bo'yicha boshqa magazinlari. Bu yoqda magazin bu. Bu 3-chi magaziningizda. Hop. Bularda o'sha qolmadi, tovar zakaz qildik. Hozir kelib qoladi. Hammasini sotib bo'ldingizmi? Mana почти ozgina qoldi. Mana men ham bitta o'zi komplekt, salkam уже millionga yaqin. Voy, boshqa qimmat ekan-ku. Ha. O'shanga bitta ikkita ko'rinsa, men sotilganlarni qaranglar. 364 mingdan 500 sotib qo'yibdilar. Bu ham narxi 235 ming. O'zi arzon tovar umuman magazinda yo'q. Hammasi qimmat narsa. Hammasi qimmat mahsulotlar. Bu yoqda ham mana nima deysan? 4 million, 4,5 millionga Dyson sotib qo'yibdilar. Zo'r. Qimmat kategoriyada shunaqa qimmat kategoriyada faqat siz ishlasangiz kerak. Boshqalar ham bormi? Kam. Kosmetikada bor. Bizda asosan kamda bunaqa o'quvchilar. Lustra sotadiganlar bor. Lustra sotadiganlar boshqalar bor. Zo'r, yaxshi. Mana aka shu poyabzallar bilan kirganlar, umuman nima deydi, yaxshi ketmagan. FBOda 24 ta turibdimi hozir? Turibdi, bor, ha. Bu modeldan 24 par bor, bundan 9 juft bor, bundan 10 juft bor, pastdagidan 10 juft bor. B kategoriya ekan, ha? Ha, B kategoriya. O'rtacha kategoriyada turibdi. Mana A da ekan. Yaxshi deganimi nima? Yaxshi. Kam sotilgan-ku. 1,5 mingta ko'p. Sifati o'ynab yuboradi-da, bu yerda oladi, kam sotilib bitta sotilsa ham magazinni ko'tarib yuboradi. Bitta o'zi qoldiradi, yulduzini beradi. Bo'ldi, o'sha magazin sirasi to'pga chiqib qoladi. U 100 ta sotasizmi, 1000 ta sotasizmi? O'zini taklifini bermasa, fikrini bermasa klient, u farqi yo'q. Bitta tovar bilan ham sirasi to'pga chiqib qolsa bo'ladi. Yo'q. Olgan klient yaxshi o'zi bersa, o'zini fikrini bildirsa, bo'ldi, o'zi sirasi to'pga chiqadi. 8 ta bilan o'zi kamdan kam odam to'pga chiqadi. Bitta chinni sotib, to'pga chiqqanman. Bir dona chinni sotib, to'pda turibdi. Bu ma'lumotlar asosan sizlar uchun, men просто ma'lumot o'rnini aytib o'tdilar. Ha. Asosan novichoklar uchun va kirmoqchi bo'lganlarga energiya desa ham bo'ladi. Mana shu. Mana tovarlari. Mana shu bitta chinni. Mana shu bitta chinni. Boshida qo'yilgan 32 ta anaqasi bormi bitta anaqa komplektda? Ha, mana shu jo'rtay chinni.
bitta sotilgan, mana bir dona sotilgan. Birinchi suv sotilgan, mana уже A ga chiqqan. Mana A da turibdi. Mana shu bitta sotilgan o'zi shu kartochkani o'zi to'pga chiqib qolgan. Samovyot Bir dona qilmagansa, sotdi. Ha? samovyot qilmagansa, to'g'risini ayting. Yo'q. Aniqmi? Yo'q. Mana retina 5 ta turibdi. Bo'lmasa 3 ta dona sotilgan. Shu bitta kartochkada 3 ta dona chindan sotilgan. Did yuqori, mahsulotda zo'r. Sifatli. Endi zo'r ko'rsatib anaqa bera olmaymiz. Men o'zim realni ham ko'rganman, fotostudiyamizda kelganda. Ha, kelgan. Shu yerga olib kelganmiz. Sifat вообще zo'r edi. Men uncha tushunmayman, lekin hashamatni his qilganman-da siz mahsulotingizda. Shu. Xo'p, hammasini ko'rdinglar. Sizlarga ham omad tilab qolamiz. Tezroq offline savdodagilar, offline'da ishlaydiganlar, optimchilar va ishlab chiqaruvchilar tezroq onlaynga o'tish kerak. Onlaynda pul bor, mana ko'rib turibsizlar. O'syapti. Srazu o'sish endi qiyin bo'ladi hamma biznesda. Akaga o'xshab ikkinchi biznesdan keladigan daromadda yoki undan o'zingiz ayting, bu sohada siz tajribaliroqsiz. Bu sohaga kirib kelish uchun ozgina to'g'ri, hamma biznesga mablag' kerak o'zi. Pulsiz harakat nolga teng deydi-ku. Shunaqa. Ozgina pul bilan kirib, masalan, tikib qancha ko'p pul bo'lsa, shuncha to'pga chiqiladi, foyda ham ko'p bo'ladi, o'shanga yarasha. Hamma biladi. Kirib kelayotgan mahsulot, sotilayotgan mahsulotga qo'yilgan foydasi 30%. Har doim 30% olaverish kerak. 30% dan kami. Kam emas u, endi imkon qadar 30% qo'yish kerak. Iloj bo'lsa undan ham ko'proq. Bo'lsa 30% ga yaxshi savdo qilsa bo'ladi. Yaxshi foyda qoladi. Kelgan pulni oqlaydi. Sizlar kabi tadbirkorlarni, investorlarni va ishlab chiqaruvchilarni hammalarni Sofa Akademiyada kutib qolamiz. Shunaqa yaxshi ta'lim berish ustida ishlanadi, yaxshi kuratorlar ustingizga yo'naltiriladi. Xudo xolasa Anvar akaga o'xshab natijalarga chiqishlik kafolatlanadi. Natijaga olib chiqamiz, endi kurashamiz-da, kafolat deganda. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Anvar aka, rahmat, sog' bo'ling. Sofda o'qinglar.